sizlarga juda ham chiroyli zo'r natijam bor. Buni bo'lishmoqchiman. Men juda ham xursandman. Bu bemorimizda birinchi programma boshqa klinikada bo'lgan, urug' o'sgan, lekin folikularning ichidan folikula chiqqan, lekin eksiya amaliyoti natijasida urug'lanmagan embrionlar hosil bo'lmagan va ikkinchi programmani bizning klinikada amalga oshirishdi va yaxshi natija oldik. Hujayralar chiqdi, urug'landi va 5-kuniga borib bizada 3 ta a'lo sifatli embrion hosil bo'ldi va birinchi, ikkinchi embrion transfer amaliyotidan so'ng embrion ekanimda natija bermadi. Birinchisida ham, ikkinchisida ham natija bermadi, lekin 3-perinosimizda, ya'ni embrion transfer amaliyotimizdan so'ng biz juda ham chiroyli natija oldik. HGC natijalar juda ham yaxshi bo'ldi va bu bemorimiz Namangandalar va qizaloqli bo'libdilar. Dekabrda ular ko'payishgan, qiz farzandli bo'lishgan, juda ham asalchi, shakarchi va bu bizani butun klinikamizni, butun ishchi xodimlarni bu yutug'i deb bilaman. Ya'ni 12 yildan beri umuman homilador bo'lmagan, ya'ni farzand yo'q oilamizda shunaqa shirin, asal qizaloq dunyoga keldi.